Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy Kompartiyasining Sharqi Turkistondagi maktablarda Uighur va boshqa oz sonli millat o'quvchilarining ona tilida so'zlashishini cheklaganligini aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 12 noyabr Twitter hisobida ham bahrilagan uchurda Xitoy Kompartiyasi atalmish Şinjandagi Uighur va boshqa musulmon oz sonlilarning dini, tili va madaniyatini yo'qotmoqda. Ana tilida so'zlashadigan o'quvchilar jazolanadi deyildi. Ondan başqa bayonotda Xitayning maktabda diniy kiyim-kechaklarni kiyishni cheklaydiganligi hamda oilalarning bolalarini yo'qlashini eng tuvan chekka tushirganligi ta'kidlandi. Maktablarda Xitoy tilidan boshqa tilda yozilgan adabiyot kitoblarining hammasining cheklanganligi tilga ilingan bayonotda bu maktablar fikr erkinligi emas, balki Xi Jinpingning ideyasini tashabbus qiladi deyildi. Bayonotda yosh avlodlarga Xitoy Kompartiyasi ideyasi singdirildi. Ular o'zlarining meroslari va madaniyatini bilmay cho'ng bo'ladi. Xitoy Kompartiyasi Uighur va boshqa musulmon oz sonli millatlarning madaniyat va diniy kimligini yo'qotishni to'xtatish kerak. Yaponiyada partiya halqagan parlament a'zolari birlashmasi Yaponiyani qonun chiqarib Sharqi Turkiston va Hong Kongdagi zulmlari sababli Xitoyni jazolashni talab qildi. Bu vaqtda ichilgan isbot anglash yig'inida Yaponiya Demokratiyasi Sho'ri Yamao, hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar partiyasining a'zosi Nakatani Moto, Erkin Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Hiroshi Yamada va Erkin Demokratlar partiyasining vakili Akihisa Nagashima Xitoy Kommunist partiyasining Sharqi Turkistonda qilgan inson qalbidan chiqqan vahshiyligiga chetishliq Xitoy amaldorlarini jazolash uchun Magnitsky qonunining Yapon nusxasini darhol Yaponiya parlamentida o'tirg'a qo'yishga chaqirdi. Yaponiya parlamentidagi bu Xitoyga qarshi ittifoq hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zolari va Avom palatasini o'z ichiga olgan 30 dan ortiq parlament a'zosidan tarkib topgan. Bu taklifning Yaponiya hukumati tomonidan qabul qilingan yoki qilinmaganligi aniq emas. Lekin bu harakat Yaponiya parlament a'zolarining Xitoyga tutgan qattiq pozitsiyasining ifodasi deb qaraldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompېيو Tayvanning azaldan tortib Xitoyning bir qismi emasligini aytdi. Xitoy buningga norozilik bildirdi. Uning ta'kidlashicha, sobiq Reagan hukumati o'zining Tayvan siyosatini bekitgandimi, bu nuqtani e'tirof qilgan bo'lib, o'tgan 35 yil mobaynida Amerikaning har ikki partiyadan bo'lgan hukumatlari bu siyosatga amal qilib kelgan ekan. Pompېيو bu so'zlarni 12 noyabr kuni Amerikadagi bir radio stansiyasining ziyoratini qabul qilganda qilgan. U so'zini to'g'ri qilish har vaqt muhim. Tayvan Xitoyning bir qismi emas degan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin uning so'zlariga norozilik bildirib, bir Xitoy siyosatini ta'kidladi. Tayvan Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Au Chang'an 13-cheslab Pompېيоga rahmat etib mundaq dedi. Biz uning Tayvanni qo'llagan va Tayvan demokratiyasini muayyanlashtirganligiga rahmat etamiz. Junxamingo Tayvan bir egilik huquq mustaqillik davlat. Xitoy Xalq Jumhuriyatining bir qismi emas. Bu bir amaliyat va real vaziyat. Xitoy Amerikada o'tkazilgan prezident saylovida g'ayri rasmiy natijaga asosan g'alaba qilgan Jo'bайдېннى тәбрикледі. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin bayonotida mundaq dedi. Biz Amerika xalqining tanlashiga hurmat qilamiz. Bayden apandi va Xaris xonimni tabriklaymiz. Wang tabrik so'zining nima uchun kechikib aytganligi haqidagi savolga javob bermadi. Ammo natijaning Amerikaning qonun tuzumlari va tartiblari bo'yicha isbotlanganligini eskartdi. Xitoy va Rossiya oldin qatda saylovda g'alaba qilganligi e'lon qilingan Baydenni tabriklashdan o'zini qochirdi. 11 oyning 3 kuni Amerikada o'tkazilgan prezident saylovining natijasi to'g'risidagi munozaralar davomlashayotganda g'ayri rasmiy natijaga asosan 306 vakilga erishgan Bayden g'alabasini jakarladi. Yangi prezident 2021 yili 20 yanvar vazifaga o'tirdi. Amerika hukumati Xitoy texnika şirkati ByteDance'ning xabarlashish detali TikTokning Amerikadagi faoliyatlarini to'xtatish uchun 15 kun qo'shimchəmۆhlət berdi. Amerika Moliya ministrligining bayonotchisi Monika yozma bayonotida Amerika prezidenti Donald Trumpning 14 avgust Xitoy texnika şirkati ByteDance'ning Amerikadagi tijoratini 90 kun ichida amaldan qoldirish buyrug'iga imzo qo'yganligi eskartildi.
Bayonotda Amerikadagi chet el mablag' silish komitetining bu şirketga 12 noyabrgacha berilgan muhlatni yana 15 kun uzartishni qaror qilganligi o'tirg'a qo'yilgan.